ئەسسالامۇ قېرىنداشلار ياخشىمۇسىلەر men نۇرمەمەت. Bugün ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدىكى ئاشقازان va ашқазан яллуғи toğrىلىق ba'zi mezmonlarni so'zlab o'tamiz. Ашқазанны inglizcha stomach deb ataydi, turkcha mide deydi, xanzuchada way deb ataydi. Ашқазан asosliqmiş odamlarning og'ziga kirgan yemeklarni eritadigan, parchaydigan bir yer. Ammo tomoqlarning ichidagi ozuqlarni sumiramaydi. Normalda tomoq sular og'zimizga kirgandan keyin 5-10 sekund og'zimizda turgandan keyin asta-asta qizilingachga bordi. Qizilingachda 5-10 sekund o'tgandan keyin ашқазанimizga bordi. ашқазанның kirish oldidagi bir klapandan g'aliblik o'tgandan keyin u yerda kasallik paydo qilmay o'tgandan keyin ana ашқазан kirdi. Ашқазанimizda yemeklar 4 soatdan 6 soatgacha saqlanadi. Ashada qo'chilindi, eriydi, parchalandi. Eng oxirida mana shu so'mirishimizga noit oson bo'lgan bir shaklga keldi. Shu shakl kelib bo'lgandan keyin asta-asta 12 barmoqcha qarab oldi. Bu jarayonda mush tomoqlarniki yaxshi erish uchun, parchalanish uchun ашқазан o'zi mushta qisqaraydi, kengaydi, harakat qiladi. Buningdan sirt ашқазан kislotasini ishlab chiqardi. Ham o'tdan ашқазан osti bezini har xil kislotalar, suyuqlar keladi. Shu tomoqlarniki noit yaxshi hazm bo'lishi uchun shularni eritishiga yordam qildi. Ашқазанimizga shu sirtqi dunyodan har xil narsa kirish mumkin. Tomoq kirdi, u tomoqlar pokiz bo'lishi natayin, pokiz mehnat hammasi bor. Har xil suyuqlik, ichimliklar kirdi. Buning ichida ba'zi ziyonli moddalar bo'lishi mumkin. Ba'zining ichida mikrob bo'lishi mumkin, yana ba'zining ichida virus bo'lishi mumkin. Yana ba'zi badanimizga foyda bo'lmasligi mumkin. Ya ziynimi yo'q, foydasi bo'lmasligi mumkin. Lekin mana narsaning hammasini bizning ашқазанimiz eritib chiqishga tirishadi. Hatto ba'zi kishilar bo'libmi kichik bolalar to'pi yeb baqidi, qarama yeb baqidi, g'ayri narsani og'ziga sap baqidi. Mush sabablardan bizning ашқазанimizda kasallik paydo bo'lish ehtimoli nihoyat yuqori. Buning ichida eng mashhur bo'lgan hammamiz bilamiz ашқазан яллуғи. Buni nihoyat ko'p kishilar olib baqib bo'lishi mumkin. ашқазан яллуғи bizning turmushimizda nihoyat ko'p dedik. Biz asosliq bularni yoshlardan ko'p anglaymiz, yoki ayollardan ko'proq anglaymiz. Biz mana Uyg'urlardan, atrofdan tunishlardan anglagan ашқазан kesili dal ашқазан яллуғи shu. Bu ашқазан яллуғidan sirt yana ашқазанimiz boshqa saklan bo'ldi. O'smib bo'lishi mumkin, nihoyat oz ahvollarda o'sib bo'lishi mumkin. Yana birisi ашқазан yarisi deb bir kasallik bor. Balki buni bek ko'p olmam mumkin. Va yoki ba'zi kishilar bu ikki kasallikni o'xshash bir kasallik deb o'ylash mumkin. Ammo bularning biroz farqi bor. Ammo bu farqni biz kilerk leksiyasida so'zlab o'tamiz. Chunki bu leksiyada biz asosli ашқазан яллуғini so'zlab o'tamiz. Kilerk leksiyada ашқазан yarisi bilan 12 barmoq uchi yarisini so'zlab o'tamiz. ашқазан яллуғidan sirt yana 12 barmoq uchi яллуғi deb bor. Lekin bu 12 barmoq uchi яллуғi dal mana shu inchi uchining boshlanish qismidagi яллуғi bo'lg'achqa, ham buningki 12 uchi barmoq яллуғini bo'lish sababi, diagnoz qo'yish usullari, davolash prinsiplari ашқазан яллуғi o'xshash bo'lg'achqa, shu buxtliq videoda 12 barmoq uchi яллуғini deb o'tmaymiz. Faqat ашқазан яллуғini deb o'tamiz. Siz qalingizda 12 barmoq uchi яллуғi bilan ашқазан яллуғini asosan o'xshab ketgan kasalliklar deb o'ylasangiz bo'ldi. Faqat ham shu o'rni o'xshamaydi, ammo boshqa jiq yerlar o'xshash. ашқазан яллуғini inglizcha gastritis deb qo'ydi. Turkchada gastrit deb qo'ydi. Xanzuchada vegan deb ataydi. ашқазан yarisini inglizcha gastric ulcer deb qo'ydi. Turkchada gastric ulcer deb qo'ydi va ya mide ulcer deb qo'ydi. Xanzuchada ve kuyan deb ataydi. Ham qo'shim qilib 12 barmoq uchi яллуғini inglizcha duodenitis deb qo'ydi. Türkçede duodenit deb qo'ydi. Xanzuchada sharj chang yen deb ataydi. ашқазан яллуғi bilan ашқазан yarisining farqi nima? Bu farqni so'zlagach biz ikkili kasallikni qisqacha o'taylik. ашқазан яллуғi har xil sabablar tufayli ашқазанning shilliq pardasida suluq ishiq paydo bo'lib qilish, qon to'lib qilish, ba'zida kichik qon chiqib ketish va yoki chirish ahvolini ko'rsatadi. Ammo bu yalluq asosliq ko'pincha mush ашқазanniki shilliq pardasi bo'ldi, ya'ni eng yuzaki pardasi bo'ldi. ашқазан yarisi bo'lsa, ашқазан yalluq o'xshab ketgan sabablar tufayli paydo bo'lgan, texim cho'nqur bo'lgan yaralarni ko'rsatadi. Bu yaralar ko'pincha ahvollarda 2,5 mm sal kichik bo'ldi. Ammo ашқазан yalluq qarag'anchada bekrak cho'nqur bo'ldi. Ya'ni ашқазanningki eng yuzaki pardasi shilliq pardasidan o'tib, ашқазанning muskul pardasiga o'tib ketdi. Bu sababdan ba'zi teshlik ketish ahvoli ko'rildi. ашқазан yarisini biz kilar qitimli video olib qo'ydik, ham yaxshi tayyorlab qo'ydik. ашқазан yalluğining sababi nima? Biz boya ашқазан yalluğini bek ko'p sabablar tufayli bo'ldi dedik. Og'zimizda har xil narsa kirdi, mikrob kirdi, u kirdi, bu kirdi dedik. Shu sabablar tufayli ашқазanniki shilliq pardasidagi yalluqlarni ko'rsatdi. Bu sabablarning ichida dunyoda eng ko'p ko'rilgan ikki sabab bor. Birisi mikrob. Bu qanday mikrob desangiz, uning ismi Helicobacter pylori. Yantirak ismini yozib qo'ydik. Bu xil mikrob ашқазан kirgandan keyin asosligi ашқазанning ust qismi, ya'ni 12 barmoq uchilarga yepishib oldi. Shu yerda jiqiydi, ham shu yerga zaxm yetkazadigan ba'zi suyuqliklarni ishlab chiqardi. Shu sababdan ашқазanniki shilliq pardasida yalluq paydo bo'lib qoldi. Shu mikrob sababdan ашқазан yalluq bo'lgan kishilarga ko'pincha ahvollarda doktorlarning qo'sqonida mikrob bor, ашқазан mikrob bor ekan, shu dorilarni ichkin deb yalluq qaytaradigan dorilarni berdi.
Hem mikrop öldürüdüğün doğrular berdi. Lekin aşqazanda mikrop barkende ben korkup ketmem. Çünkü tüm dünyada %50 kişinin aşqazanda bu mikrop var. Belki sizde var, ben de buluşum mümkün. Yeni bir asaslı sebep, bazı bedende daim ağrı olan kişiler, mesela revmatizm var kişiler, ya mesela jıkılıp düşken kişiler, ya mesela baş ağrı olan kişiler, bunlar daim ağrı toxuş doğrusunu işletiyor. Bu ağrı toxuş doğrusunun içindeki NSAID isimli bir türdeki doğruların köp işletkenlerde aşqazan yallığı payda olup kaldı. Bu NSAID'nin ki kengayt bizlişi non-steroid anti-inflammatory drugs. Yani Uygurca mənisi hormon tərkibi bolmagan yalluq qaytırış doğrusu. Bunda değişiklik sebep az miqdarda bəsə qızıtma qaytırış, qan nöqsünün aldığını eliş, ağrı toxtuş rolu ega. Yuqur miqdarda bəsə yalluq qaytırış rolu ega. Lekin bu doğruların içinde hormon yok. Ama bu yerki yalluq herkes mikrop qartılmagan. Bu doğruların içinde hormon bolmağaçqa bütün dünya miqyasında bəkcıq berildi. Mesela qızıtmayan duruş üçün berdi, ağrı toxtuş üçün berdi, revmatizmi bolğan bimarlarniki bədəndəki ağrıqlarını toxtuş üçün berdi, şaqiqi bolğan, baş ağrısı bolğan kişilərə berdi. Yine bazı operasiyadan keyinki ağrıqlarını toxtuş üçün mi berdi? Ama bu doğruların əks təsiri şu köp istimal qıvəsə aşqazan yalluğı payda olub qaldı. Aşqazan çidiyamay qaldı. Və bunun sırtım ağızdan kirgen zəhərlik maddalar, çirətqu maddalar, açıq tamaklar, arak, tamaka, qeniq qahve, qeniq çay, ağır kildiğen mayliq tamaklar, hem uzun müddet bazı başka doğrular istimal qilish sebeptirmi şu aşqazan yallığı payda buldu. Bunundan sırt yine semizlik var, aşqazan qismi qan yetişmeslik, bedende ağır keselik sebebiyle uzun müddet şu karvat yetip qalgan kişiler, bedendeki bazı immun keselikleri, ağır besin bolğan kişilerde aşqazan yallığı payda buldu. Hem de aşqazan yallığının bazı türlerini de beteyli. Aşqazan yallığına ait köp türler bölündü. Lekin biz adette köpünce iki türlü bölümüz. Yani payda buluş vakti hem ağırlık derecesi qarab, ciddi xarakterlik aşqazan yallığı yoki bo'lmasa so'zilma xarakterlik aşqazan yallığı deb ikki bölümüz. Köpünce kişiler bilasizlar, mesela so'zilma xarakterlik asta payda bo'lgan aşqazan yallığıga tava bo'ldi. Yani bu iki cho'ng turdan sirt yana boshqa shu kasallik alomatlari qarta, kasallik sabablari qarta yana boshqa turlar bo'lindi. Masalan, bakteriyalik aşqazan yallığı, immunitlik aşqazan yallığı, ziyoda sezimchanlik aşqazan yallığı, modda sabablik aşqazan yallığı, so'zim kasallik sabablik aşqazan yallığı deb bir mo'j turlar bo'lindi. Ham bundan chiq turga bilish sabab bilasizlar, biz bir qancha video deb o'tdik. Shu tibbiy sohada tadqiq qilgan siri, bir sohaga cho'kib kirgan siri, shu turdagi kasalliklar, shu turdagi bilimlarni ko'p turlar bo'lindi ekan. Bunda bilish sababi shu turlarga qarta texnik nuqtaliq davolash ilib berish, ham yaxshi unumga erishish uchun ishlar ko'p bo'ladi. Esingizda qolmasa, shu ya jiddiy xarakterlik ya so'zlim xarakterlik deb qolgan situatsiya bo'ldi. Hamda aşqazan yallığının alomatlari nima? Aşqazan yallığının alomatlari ko'pincha kishilarda notunush bo'lmasligi mumkin. Shu aşqazan qismida bir og'riq his qilish bu asosli bir alomat. Bundan sirt shu aşqazanni qo'zg'i ko'pkandek bo'lish, bu ustki qismi ko'pkandek bo'lish, so'la kekirish, tomoq asan singmaslik, tomoq yegandan keyin qattiq og'rish, achchiq suv yenish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu alomatlar biz oldingi videoda o'tgan aşqazan qizilongash yenish kasalliklarining alomatlariga o'xshab qoldi. Ammo bu aşqazan yallug'ida ko'pincha vaqtlarda shu aşqazan qismida, shu qo'saq qismi ust qismida og'rishni asos qildi. Ba'zida shu aşqazan yallug'i jiddiy qo'zg'alib qolgan chog'da qattiq og'rish, og'riq bo'lgan chog'da badan qizish, ichi elishish, qusish, yana ba'zida ağızdan qon kelish qatorli ahvollar ko'rildi. Hamda aşqazan yallığı kimlar ko'p ko'rildi? Buni bir deb o'taylik. Aşqazan yallığı ko'pincha shu tomoq ritmi tamponsiz kishilarda ko'proq ko'rildi. Ayollarda, yosh qizlarda, o'ruqlash uchun tomoq ritmi tamponsiz bo'lgan kishilarda ko'p ko'rildi. Yana ba'zi ochiq tomoqni amroq bo'lgan kishilar, to'la yeb olgan kishilarda ko'p ko'rildi. Ayollarda, yosh qizlarda o'ruqlash uchun tomoq ritmsiz bo'lib qoldi. Yoki ochiq narsa ko'proq iste'mol qildi. Bundan sirt semiz kishilarda, ziyoda shu ro'y besimda ish qotgan kishilarda, uzun muddat biz bayada o'tgan shu turdagi dorilarni ko'p iste'mol qilgan kishilarda ko'proq bo'ldi. Hamda aşqazan yallug'i bo'lib qoldikmi deyli, uni qaysi bo'limni ko'rsatamiz? Aşqazanni tekshirish uchun aşqazan yallug'i bo'lsin, aşqazanda yara bo'lsin, yoki aşqazan qizilongash yenish kasallik, mana shu ҳазим qilish isimli kasalliklar bo'lsa, biz ko'pincha ikki bo'lim ko'rsatamiz. Birisi ҳазим qilish kasalliklari bo'limi, yana birisi ichki kasalliklar bo'limini ko'rsatamiz. ҳазим qilish kasalliklar bo'limini inglizcha gastroenterology bo'limi deb qo'yamiz. Turkchada o'xshab qolgan gastroenterology bo'limi deb qo'ydi. Hanzuchada shauxoka deb ataydi. Ichki kasalliklar bo'limini inglizcha internal medicine department deb qo'ydi. Turkchada dahiliya bo'lim deb qo'ydi va yoki ich xastaliklar bo'lim deydi. Hanzuchada neyka deb ataydi. Aşqazan yallug'ini qanaq tekshirdi, qanaq diagnoz qo'ydi. Hamda ҳазим qilish yo'lidagi kasalliklarni ko'pincha to'g'ri diagnoz qo'yish uchun ko'pincha ahvollarda og'izning shlangisilib tekshirdi. Ammo bu shlangisilib tekshirish usuli unda bir oson bir usul emas. Hop bir berib tekshirgan bir narsa emas. Bu aşqazan yallug'i, aşqazan qizilongash yenish kasalliklari, aşqazan yarisi qatorli bu kasalliklarga ko'pincha ahvollarda doktorlar eng boshda o'zining tajribasi asosan bemorlar
bemorlardaki alametler asasen diagnoz koydu. Hem şu arkalık davalashni başlaydı. Lekin biz hazır deb ötkendek to'g'ri diagnoz qo'yish uchun yana shu eg'izni bir shilangsilish kerak. Eg'izni shilangsilab tekshirishni inglizcha endoskopiya deb qo'ydi. Turkchada endoskopiya deydi. Hanzuchada Beijing deb ataydi. Shu shilangsilish orqali aniq ko'ralaydi. Ham kerak bo'lgan chog'da shuni bir tal parchalab ko'rib boqadi. Chunki biz boya deb o'tgan yalloqni ko'gil bo'ldi, ammo mikroblarni ba'zida u ko'zdan ko'gilmaydi. Uni bir parchalab tekshirib beqish kerak. Bundan sirt yana shu mikrob bormi yo'qmi deb tekshirish boshqa usullar bor. U tekshirishni o'rgan nafasni tekshirish deb ataydi. Yana qon tekshirishlar bor, bariumli CT'lar bor. Bu tekshirishlarni shu oxirgi diagnozni to'g'ri qo'yish uchun foydasi bor. Endi shu ashqazon yallug'ini diagnozi qo'ydikmi deyli, uni qanday davolaymiz yoki qanday oldini olamiz? Ashqazon yallug'ini davolash uchun yoki uni oldini olish uchun to'ng bir qancha nuqtalarga diqqat qilish kerak. Birinchidan, ashqazon shilliq pardasi ziyonli bo'lgan tamoqlardan, dorilardan, moddalardan uzoq turish kerak. Ikkinchisi, og'riq to'xtatish dorisini iste'mol qilmasa bo'lmaydigan bemorlar cho'qim shu ashqazon yallug'ininki ahvoliga qarab dorilarni tanlash lozim. Ya'ni NSAID turdagi dorilardan biroz uzoq turish kerak. Endi buningki qanday tanlashni shu sizning doktoringiz tanlab berdi. Ashqazon yallug'ini qattiq tutib ketgan chog'da bir yarim kun yamsiz bir kun tomoq yemasangiz yaxshi bo'ldi. Biroz suv ichsangiz bo'ldi, lekin bek tomoq yeb ketmang. U ashqazon yallug'ini biroz rahatlatishga foydasi bo'ldi. Bek qo'sqingiz ichib ketsa, u chog'da bek qo'rmagan ko'ktatlarni yeb bersan bo'ldi. Biroz suv qachish bersan bo'ldi. Az ichish kerak. Qo'rmagan suv qachish kerak. Nondan biroz ham yeyish kerak. To'rtinchidan ziyoda besimni uzun turish kerak. Chunki eg'ir besimmi ashqazon yallug'i paydo qilib qo'ydi. Tomoqlar ritmli bo'lish kerak. Har qismdan ko'p tomoq iste'mol qilmaslik kerak. Doim dori-darmon eg'ir bo'lgan tomoqlarni iste'mol qilmaslik kerak. Boyada o'tgandek ochish tomoqlardan biroz yiroq turish kerak. Aroq tomog'ida uzun turish kerak. Qahva, kola degandek ichimliklardan azaytish kerak. İçmisangiz eng yaxshi. Qahvani biroz ichmasan bo'ldi, lekin bak ko'p ichmayman. Hamda bular biz boyada o'tganlar hamasi qanday oldini olish usullari, yo masalan normal turmush diqqat qiladigan nuqtalar. Hamda dorilik davolashda biz boyada o'tgan bo'limlarning doktorlari sizga ashqazon shilliq pardasini qo'g'daydigan dorilarni yozib berish mumkin. Ashqazon kislotasini azaytadigan dorilarni yozib berish mumkin. Agar ashqazon yallug'i shu Helicobacter pylori degan mikrob sababdan kelib chiqqan bo'lsa, o chog'da sizga yalluq qaytaradigan, mikrob o'ldiradigan dorilarni berish mumkin. Hamda uni qancha kun ishlatadi, yo 10 kun ishlatadi, yo 14 kun ishlatadi, uni ash doktorlar belgilaydi. Hamda oxirgi deydigan so'zimiz bu ashqazon yallug'i shu dunyoda ko'p ko'rilgan kasallik. Qarmoqqa bir oddiy bir kasallikni his qilsangizmi, lekin bu turmush qilim ta'sir qildi. Tomoq yeyishingizga ta'sir qildi, kayfiyatingizga ta'sir qildi. Qo'sqingiz doim og'rib turdi. Masalan, bir bemor necha kun shu qo'sqi ust qismi og'riq bilan doktorxona borsa, u ashqazon yallug'i bo'lmay, balki ashqazon asti bezi yallug'i, o't yallug'i bo'lib chiqadi. Shunga bularga diqqat qilish kerak. Mayli ashqazon yallug'i bo'ling, yo'misa boshqa kasaklar bo'ling. Doim badan bunda og'riqlar bo'lsa, bir doktordan maslahat toping. Men Nur doktor, ashqazon yallug'i to'g'riliq deksaymiz mushal oyoqlashidi. Agar filmimiz yoqtirgan bo'lsa, bosh barmoqni besib qo'ying, atrof to'rdoshlar taqib qo'ying. Bizga a'zo bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat.